bir marta Qordada rahmatlik gapirib bergan bir nima bor edi. Hikoya. Aytadilar, bir nevaramda deydi, bir joydan o'tib ketishda 16 yoshmi, 17 yosh qiz bola bir musorlar tashlangan, bir axlatlar, chiqindilar tashlangan joydan o'tib ketayotganda qo'l oyog'i ishlamay qolgan deydi. Shunda shal bo'lib qolgan, tildan qolgan. Olib borgan doktorga, olib borgan, davolagan, boshqa qilgan, oylab davolagan bo'lmagan. Doktorlar bo'ldi, o'ladi degan. Ukolam ketmay qolgan, o'lar darajaga kelib qolgan. Olib ketinglar degan holatga kelib qolibdi deydi. Bir kuni shunda deydi, bir qop-qora odamlar qo'lida katta bigiz bir nima tiqaydigan temirlari bor. Meni o'ldirgani kelyapti o odamlar deydi. Shu paytda kimdir ichimdan menga bir ilhomlantirdiki, Bismillahirrohmanirrohim deb aytdi. Bismillahirrohmanirrohim deb 7 martami, 9 martami aytgan deb ilhomlantirdi. Shuni aytishim bilan taqara-taqar bo'lib orqaga yiqilib, onalar o'zlarini eshikka urib, bir qanchaligi qop-qora bir bog'da bir haykallar bo'lardi deydi. Qora, o'shanga o'xshagan odamlar deydi. Onalar o'zini urib, hammasi ketdi, chiqib ketdi ham taqarlab yotibdi deydi. Keyin uyg'onsam ham taqarlab yotibdi. Qarasam, kelinim deydi, derazani taqillatyapti ekan deydi. Kuyovingiz nevarasini ko'tarib olib kelibdi sizga o'qitgani. Bomdoddan oldin deydi. O'sha payt endi shu ko'rib turgan joyimda shunday bo'ldi. Olib kirib, ichkariga olib kirdi, tahorat qilib chiqdimda deydi. 7 marta Bismillahirrohmanirrohim desam, ani gapirib turib ketdi qiz deydi. Gapirmay qo'ygan, umuman shol bo'lib qolgan. Kuyovim yig'ilib quchoqlaydi meni deydi. Shunday xursand bo'lgandan, endi tezroq sizni oldingizga olib kelmayman, men shuncha qiynalib doktorlarda yuribman. Bu ismi azam duosi mana shuni ichida. Men buni ko'rganman. Bismillahirrohmanirrohimda ichida ekan bu narsa deb aytgan joylari bordi. Allohu alam, ya'ni bu ham bir tajribada ko'rilgan narsa. Ya'ni bu ixlos bilan qilinganda Alloh ismi bor bo'lgan joy haqiqatda, ya'ni bu narsa hamma narsadan ustun bo'layotgan narsa.